Chevrolet Cobalt 2026 yilda ham byudjet sedanlar orasida eng mashhur modellardan biri bo'lib qolmoqda. Bu avtomobil ilk bor 2010 yillar boshida ishlab chiqarilgan va ayniqsa O'zbekiston bozorida juda katta muvaffaqiyat qozongan. Tashqi dizayn yangilangan bo'lib, old faralar, radiator panjarasi va bamper zamonaviyroq ko'rinishga ega. Shunga qaramay, u o'zining sodda va klassik sedan shaklini saqlab qolgan. Ichki salon keng va qulay, unda multimedia tizimi, Android Auto, Apple CarPlay, Cruise Control va isitiladigan o'rindiqlar kabi funksiyalar mavjud. Texnik jihatdan avtomobil 1.5 litrli benzin dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, taxminan 105 ot kuchi ishlab chiqaradi. Oqdan 100 km/s tezlikka chiqishi 12-13 soniya atrofida, maksimal tezligi esa 170 km/s. Yoqilgi sarfi o'rtacha 6-7 litrni tashkil etadi. Bu esa uni iqtisodiy variantga aylantiradi. Raqobatchilar sifatida Kia Rio va Chevrolet Onix'ni keltirish mumkin, lekin Cobalt narxi va arzon xizmat ko'rsatishi bilan ajralib turadi. Narxi taxminan 150-165 million so'm atrofida bo'lib, bu uni eng hamyonbop yangi sedanlardan biriga aylantiradi. Eng katta ustunligi mustahkamlik, oddiylik va arzon ekspluatatsiya. Shu sababli u oilaviy foydalanish va kundalik haydash uchun juda mos avtomobil hisoblanadi.